تعالوا إلى الخير يا مسلمون تعالوا لننجح دنيا ودين تعالوا لنعبر بحر الحياة بحب وود ونصر بسم الله الرحمن الرحيم. Tövendeki bizninki aldığımda koymakçı olan derskimiz psixika derski. Adem Allah Subhanahu ve Taala Ademni yaratqandan tatib ruh ve hayatlıqdan tarkib tapqaçqa bu hayatlıqda psixika deydigan bir narsa bor. Adem öz psixikasini tanışmasa psixika Ademning eng cho'ng dushmani bo'ladi. Shu tufaylidan Adem düşmanını sırıttın izleydi, lekin özünün düşmanını özüge söyleyip, özü şu düşmanının ziyanlıkarlık işi durup özünü oşanmaydı. Xuddi zəhərini yutuvagan Adem, bu zəhərini yutuvagan zəhərini tanımay yutuvagan bolsa, şu zəhərdən zəhərlenip ölüp boğaça, bu zəhərini işkellikini bilmegen oxşaş. Şunun için yaman psixika, yaman psixikadan kep çıqqan Ademdeki təsiratının hər qandığı bu nima desa Ademge sığdırılgan bir zəhər. Şunun için hər bir qarindaşlarımızga evvelen o'ttirib qo'ydigan fikrim Qur'on hadisning maqsadi shu psixikamizni yaxshi psixikaga o'zgartish. Allah Subhanahu ve Taala Qur'oni Karimda A'udhu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. İnnallaha la yugayyiru ma biqawmin hatta yugayyiru ma bi anfusihim degan. Bu oyatning psixik jihatdagi alohida analiz qilishga tegishli bo'lgan ma'nosi o'zining xato psixikasini yaxshi psixikaga o'zgartmasa, Alloh ularning xato psixikadan kelib chiqqan barliq qilmishlariga Alloh ega emas. Belki Allah bunun kıyamet günü hesap aldı. Hem bu dünyada şu psixikasının bedelini töyleydi diyen buludu. Şundak boğan iken her birisimiz dünyada yaxşı iş yartıman deydikenimiz, yaxşı psixika barpa qilishimiz gerek. Onun için yaxşı neticeler meydana keldi. Şunun için Cezire kanalda bunu gösterken. Ulemalar yaşla Cezire kanaldaki Cezire kanalının mas'ullardan ulamalardan qandaq hozirgi davrdagi yoshlarimiz g'albilik, natijilik ilm obrazi, natijilik ijodiyat obrazi, natijilik kashfiyat obrazi, natijilik hayot obrazi, natijilik jamiyat obrazi biz turayotgan qiyinchilikdan qandaq qutulib keta olamiz degan mush savolga javob beringlar degan vaqtda ulamalar ikki dona qo'mchoq yoki paqa, ikki dona qo'mchoq yoki paqani buni akilib, jo'z tepsib qo'yib, ikki dona qo'mchoqning oldida bir qach sutni qo'ygan. Sutga qo'mchoq saklab kirgandan keyin bu sutda ikkili qo'mchoq dastlabda piqirgan. Piqirib, ikki qo'mchoqning birisi piqiraverib, harganda, charchaganda sütün işiga çöküp gitip şu yerde ölüp ketken. Yeni bir qo'mchoq sütün işide çögelgen, payqirgan, bula kanalını yotkap, ati çıkargan vaqtida, yani keçilikte bu qo'mchoq sütünü çögülüyorgendikin süt tedriji halatda qıtıqqa aylangan, o qo'mchoq qıtıqni işken, hem şundaqla bu yerde nima chiqadi desa, özünün birinci qilib, özü üçün ölüm deb qaralgan vahimilik bir yamanlıqni özünün Allah'ın yardım bilen hem tirishchanlik bilen Allah bergen kudretini işitish orqali tirishchanlik qilgachqa birinci qilib o'ziga ziyon soladigan narsani, ya'ni limonni shikarga, limonni hasalga, yomon narsani yaxshi narsaga, ya'ni o'ziga ziyon soladigan, o'zi o'lib ketadigan sutni, o çökep gidip ishida o'lib ketadigan sutni yani qıtıqqa aylanışıga sebep bo'lgan birinci qilib o'zining ziyniga butgan narsani yaxshi narsaga aylantirgan, ikkinchisi o'zining hayotini saqlab qolgan, uchinchisi bundan keyingi hayotlikqa qayta yashash, qayta
dunyoda o'zininki jamiyati dunyosini yaratishga ega bo'la olgan. Shu jihatdan demak, mag'lubiyatchi, psixik tushkunlikli psixiki, ilimsizlik psixikisi, nodonlik psixikisi, g'ururlik psixikisi, tirishchanlik qilmaslik psixikisi odatda odam o'z badaniga kirgizib olgan, o'zi eng qattiq badaniga mukammallashtirib olgan eng yomon bo'lgan dushman bu. Odam ko'pincha holatda dushmanni sirdan izlaydi. Bu aniq ish. O sirtdagi dushmanlar doim mavjud. Lekin bu dushmanni yengolmaslikki, bu dushmanga qarshi o'zininki fikrini o'rtoq qila olmasligi, o'zini hayotlikda dunyoda yashayotgan ruhliq, psixikasi o'choq, dunyoga natija yaratayotgan insonlar qatori yaralmasligi, yasholmasligi eng chong sabab bo'lgan ko'p sonliq Uyg'ur musulmonlarimizning, ko'p sonliq musulmonlarimizning eng yomon tarafi avval o'zining psixikasidagi ojizlik. Shu jihatdan Allah Qur'oni Karimda A'udhu billahi minash-shaytonir-rajim va amma man khafa maqama rabbih va nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa degan. Ya'ni bizning psixikamizni mana shu oyatda qanday qilish? Allah rozi bo'ladigan yaxshi ishlarga ishitish. Psixikani jushqun, jonliq bo'lgan psixika aylantirish. Hatto o'zimizni bor psixikani yaxshi ishlatsak, Allah bununla başka dinsizlerge, kafirlerge, her türlü cemiyette yaşayotgan yaşlarga bermegen, yaxshi bo'lgan nurni, yaxshi bo'lgan yordamni, yaxshi bo'lgan ruhni, yaxshi qalbini Allah xuddi buğdayni kümüp qo'yib chiqsa, 2-3 oyda qolmay buğday yaxshi bo'lgan mevani bergandek, kümilgan buğday urug'i yaxshi zaatga aylangandek, Allah bizning vujudimizdan dunyo insonlari ko'rib bakmagan yaxshi mo'jiza xarakterli ishlarni avvalgi burunqi isil sahobalar, isil dunyo musulmonlariga isil yaxshirg'i bergan shu baxtni bizga Allah cho'qim beradi. Shuning uchun bu yerda yaxshi bo'lgan ishimiz psixik jihatda o'z psixikimizni ruhliq psixika o'zgartmagan har qanday qarindishimiz avvalan o'zining psixikasi, o'zining ko'ngli, o'zining xarakteri o'zga dushman. Şu düşmanlık psixikasini o'zgartmasa, buningdagi hasad tugamaydi, buningdagi ojizlik tugamaydi, buningdagi g'ururlik tugamaydi, buningdagi musulmonlar ishiga qiltaq bo'lish, musulmonlar ishiga to'sqinlik bo'lish, kufrning taraqqiyotiga bilib bilmay has qotib qilish. Ya'ni o'ziningki musulmonlar ishiga taraqqiyotiga imkonlashmay, musulmonlarning hayotiga gullanishga yuzlandirmay, balki musulmonlarga to'sqinlik qilib turayotgan psixikasini uqmay qoladi. Her qandaq bir musulmon yaxshi psixikalik holatda o'zi, oilasi, jamiyatiga yaxshi muhit yaratmasa, bunda musulmon o'ziga, islomga, dinga bilmay turib dushman bo'lib qoladi. Masalan, yo'lda bir mashina ketibdi, kichik toshdan birsi, turib qolsa, yo'lda mashina to'xtab qoldi, deganlikdan odamda pasib psixika bo'lsa, mashinaning oldiga kichik tosh ursa keyiniga yenib ketadi. Yoki mashinaning bir atal chaqsi, yetiştip qalsa, men batqaga bormayotgan bo'ldim deblan chaqi yelsirishning o'rniga keyin kelib ketadi. Aslida bu chaqining yelish ketganlikdan balki Allohning oldi yaxshi bo'lishi mumkin. Siz binib yo'lda ustirishsiz bergandan balki vaqtincha shu chaqining vaqtincha chiqib, ya'ni oxirgacha mustahkam turib, ching tursa, qalbiga erishishi Alloh tomonidan taqdir qilingan bo'lishi mumkin. Shuning uchun, ko'pincha musulmon qarindoshlarimizning g'ururlik psixikasi bir ishiga kichikina bir narsa turib olsa, shuni o'ziga bana qilib oladigan. Shu kichik toshni cho'ng toshdek ko'rib oladigan. Har qanday igizlikka yuqoriga ko'tarilib mangadigan narsa odam uchun ig'ir tuyuladi. Mushkul tuyuladi. Din odam uchun bir mas'uliyat, iymon odam uchun bir mas'uliyat, ibodat odam uchun bir mas'uliyat, hidoyat odam uchun bir mas'uliyat. Hamma ilm, din, hidoyat va ilohi Allah tushirgan har bir programning hammasi musulmonlar ustiga qo'yilgan bir mas'uliyat. Mas'uliyatni ilib ustimizga dunyoda Allah rozi bo'lgan yaxshiliklarni qilamiz dedi ekanmiz, ey yosh qarindoshlarimiz. Bu mas'uliyatni ilib minish tog' ustiga chiqish o'xshash bo'ladi. Igiz taqqa qanchalik kim chiqibmiz, qanchalik kim yuqoriga ko'tarilibmiz, keynimizni qarasak, kattagina oson bo'ladi. Odamning tabiati mas'uliyatni ko'tarishga, tabiat xarakteri pak bo'lsa, ruhliq bo'lsa, pasib bo'lmasa, dunyo va oxiratlik Allah rozi bo'lgan ishga oldiraydi. Shuni Qur'oni Karimda
kafirlarning do'zaxga kirib qilishga sababning asosiy mazmuni nima desa, bu davon ashmidi. Davon ash degan nima desa, kafirlarning qo'liga tushib qolgan musulmon asillarni azod qilish. O'z psixikamizni bundan keyin o'zgartib, mushu igiz davonga, ya'ni mas'uliyat tuyg'usiga tirishchanlik qilsak, mas'uliyatimiz har qatimda birinchi qadamdan ikkinchi qadamga chiqqan vaqtimizda keyinda qolib qolgan, biz qilib bo'lgan ishlarning hammasi biz uchun oson tuyuladi. Shunga davonga chiqqan odam to'piga chiqib to'g'on qarasa, nurg'un mas'uliyatdan, nurg'un qiyinchiliklardan o'tib bo'lganligini his qiladi. Ammo bu psixikamizdagi ho'rulliq, pasiflik bizga to'sqinlik qilib olsa, davonga yuzlangandagi kichik tashmi bizni to'g'ri yo'ldan to'sab qo'ydi. Shunga Alloh subhanahu va taolo va amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya deydi. Bir odamningki, e'tiqodi, ruhi, iymoni psixikasi kuchli bo'lmasa, qilgan yaxshi amallari ziyoda kuchli bo'lmasa, bu dunyoda haqancha vazni ig'ir, ko'rinish ko'rkam, haqancha jisomatli bo'lib ketsin, har turli davlatlarningki boshliqlaridek, har turli davlatlarning zolim raisliridek, yat ishgan, kiygan, ammo lekin o'zining oxiratlik uchun tasavvur qilmagan, o'ziningki hayotdagi mas'uliyat uchun tasavvur qilmagan, o'ziningki payg'ambar oldiga bo'lgan mas'uliyat tasavvur qilmagan, o'zining ilohiy Alloh kechkunduz unga bergan hayotlikda u ne'matini tunib, shu Allohga bir sayda qilib boqmagan, shu Allohga bir o'zining hayotini bag'ishlab boqmagan, shunday yashirimiz bor. Shuning uchun mushhurlik psixikasini haq yaxshi psixikaga o'zgartish har bir musulmonning mas'uliyati bo'lg'achqa, shunga biz mush psixika darsini o'rganishimiz kerak. Psixika darsidagi eng muhim omil siz va biz va har qanday bir musulmon qarindoshlarning har birisining avvalan dushmani o'zimizningki yomon psixikasi, ho'rligi, o'zimizningki tushkunlishi, o'zimizningki pasifligi. Shunga Alloh Qur'oni Karimda va la tahinu va la tahsanu va antumul a'launa in kuntum mu'minin degan. Sizlar bo'shaqlik qilmanglar, ishingni pishirmanglar. Ya'ni sizlar vujudingizga bo'shash, ishini pishirish deydigan mushu zaharni vujudingizga sindirmanglar. Bu zahar sizni Allah subhanahu va taologa bo'lgan iymoniy quvvatinglarni ojishtirdi. Allah razı etgan yaxshi ishlarni iymoniy quvvat ojiz bo'lgandan keyin odamda jon qolmasa, mang'ul bo'lmagandek yaxshi ishlarni qilishdan sizni ojishtirdi. Shundoq zaharni sizdan yiroq tutsanglar, an sizlar ustunlik berisizlar deydi. Shu jihatdan har bir musulmon qardoshimiz psixikamizni Alloh rozi bo'lgan was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun bo'lgan Allohning rizoligi uchun ilgirlab mangadigan yaxshi ruh, yaxshi fikri, yaxshi aqida, yaxshi bo'lgan natijaga aylantirilgan psixika o'zgartirishimiz kerak. Shunga yuqori degandek, ikki qomchoqning birisi sutda oyilni yadi, tirishdi. Bir kecha uxlamay tirishganlik uchun sutdan qatiqni iborat bo'lgan bir narsa yasilib, Allohning iznidan bu qatiqni ichib hayotini qutuldirdi. Limondan hasalning kelishiga sabab bo'ldi. Yana bir qomchoq, yana bir paqqacha desa, kirib azaq tirishib baqdi sutning ichiga. Bo'g'dim bo'lgan deb tirishmidi. Bas o'zini ado qilmadi, oxirisi o'zini o'ldi. Ummatga o'zining hayotini ziyon tatqizdi. O'zining jamoatigimiz ziyon soldi. Mana bu Jazira qanildan yoshlarga bergan bir taklif. Ya'ni o'zinglarning xato psixikasini, o'zinglarning xato iddisini, o'zinglarning xato ilmsizlik nadon holatini, o'zinglarningki tirishmaslik, haqiqiy bo'lgan bir manhajlik Qur'on nur hidoyatidan yaxshi qilmasdan iborat bo'lgan yomon ishni tashimay, sizlar haqancha yashayversanglar, xuddi chul ziroatsiz yerga binosh unmagandek sizlardan natija kelmaydi deganlikni bildirdi. Shunga odam aslida yaratilishda yaxshi psixikalik yaratilgan odam. Shunga Alloh Qur'oni Karimda biz odamni hurmatlik yaratdik deydi. Ya'ni ruhiy hurmatlik, aql hurmatlik, fikr hurmatlik. Ammo odamga shaytoniy havaslar, ozg'unliklar, har turli yomon ho'rum psixikalar odamga sirtdan kiradi. Dinsizlarning bizni ho'rlashtirish uchun, dinsizlarning tashviqotlaridan, shaytonning yomon masjiddan kiradi.
Şu Allah Kur'an-ı Kerim'de cin ve şeytanlardan ibaret insanın kalbiga, ruh hayatıga ziyan saladigan, bes qiladigan şeytanın Allah bilan panoh so'rayman deganda Qul a'udhu bi rabbin nas surasida Allah tushirgan. Yani demakchi bo'lganimiz nima desa, Jungoni, Yevropani, dinsizlarni, her türlü kafirlarning tashviqotlarini, her türlü mal dunyoni, shahvaniyatni, yoshlarga nisbatan Horunlukni, başkalar işlep bergenni iş, başkalar tep bergenni iş, başkalar tarak kıldırıp koyganni işle, ügüçünü ibaret bo'lgan horunluk, biz dünya Müslümanlarını, cümleden Uygur Müslümanlarını hilak kıldı. Şunu biz bundan keyin kılalamsa kılalayma. Men yaxshi shaxs barpo qilayma, yaxshi ruh barpo qilayma, Qur'on hadisning amidini barpo qilayma, yaxshi fan texnika barpo qilayma, yaxshi shirkat barpo qilayma, yaxshi bozor barpo qilayma, yaxshi jamiyat barpo qilayma, yaxshi TV barpo qilayma, yaxshi dunyo barpo qilayma, yaxshi bo'lgan oila, yaxshi bo'lgan muhit barpo qilayma. Shu Allah rozi bo'ladigan hayotlikni maydonga keltirish, Allohning oldida oq uzuk bo'lishsin, bundan keyin kashfiyotchi, ijodiyatchi, tirishchanchi, ilmlik, her türlü dunyoga yo'riq yaratadigan xalqaroliq islom jamoatlardan, islomiy bo'lgan avangardlardan bo'la olaymi deydigan yaxshi psixikaga o'zimizni o'zgartirishga tirishchanlik qildi. Biz tirishmay o'lib ketgan qo'mchoqdan bo'lmayli. Biz tirishib o'zimiz hayatimizni, dinimizni, İslamiyetimizni, dünya Müslümanlarını haqiqiy bo'lgan dunyo oxiratlik baxtga erishadigan, yaxshi bo'lgan haqiqiy avangard, ruhliq, kuchliq Müslümanlardan bo'laydi. Şunu Peygamber Aleyhisselam kuchliq mu'min ojiz mu'mindan yaxshi. Her ikkimiz yaxshilik bor degan. Shuning uchun har ikkimiz yaxshilik bor, lekin yaxshi natijada, yaxshi bo'lgan, eng yaxshi bo'lgan ilg'orlikda eng yaxshi natija bor. Hammamizni Allah Subhanahu va taolo eng ilg'or musulmonlardan bo'lishga, mushu hozirgi sukunatdan tortib o'zimizni o'zgartirishga, kelgusi har turli qiyin, mushakkatlik, qiyin, xafalık, qiyin, yomonlik, qiyin aziyatlardan yaxshi natija, yaxshi bo'lgan baxt, yaxshi bo'lgan g'alaba, yaxshi bo'lgan musulmonlar dunyo oxirat yaxshi qiladigan, yaxshi islohot, yaxshi hayot, yaxshi jamiyat, yaxshi bo'lgan taraqqiyot barpo bo'lishga Alloh nasib qilsin. Endi mushu yaxshi natijaning maydonga kelish uchun nima lozim desa, buni keyingi ikkinchi darsda so'zlaymiz. Bundan keyin Allah Subhanahu va taoloning hidoyati bilan psixik darsini anglashinglarni tashabbus qilamiz. Bizning Uyg'ur musulmonlarimiz ko'p sonli holatda islomiy psixika darsigini anglashdan mahrum qolgan. Qur'on hadis Allah tushirgan bir nur bo'lg'achqa, Allah Subhanahu va taolo "Awkasayyibin minas samai" degandek, bu osmondan bizga tushirgan yomg'ir o'xshash, mo'l yomg'ir o'xshash tushirgan bir hidoyat bu. Zaminning hammasi munbat bo'lgan zamin, har qandig'i bu Allohning quli o'xshaydi. Haqiqatlik zamin Allah Subhanahu va taoloning gapini anglamaydigan bir o'ringa o'xshaydi. Lekin shu yanimi hozirgi zamonda har turli janzojilar bilan, aeroplanlar bilan, yangi kashfiyot organlari bilan, yangi quduqlarni ochib taraqqiy qildirsak, shunda qo'qasliq zaminlarmi hozir yeshillik qilib yurgandek, nurg'unlagan posib, nurg'unlagan buzuq, nurg'unlagan yomon psixikalik insonlarmi Allohning nur hidoyati bilan da'vatni yaxshi qilsak, o'zgarish amniyati cho'qim bo'ladi. Fakat Allah'ın hidayetiga erishdi Allah cho'qim Allohning hidoyatidan o'zgardi. Shuning uchun har bir qarindishimizga birinchi tavsiya shuki, biz o'zimizningki ruhiy, ma'naviy va amaliy bo'lgan psixikamizni o'zgartirish uchun tirishchilik qilaylik. تعالوا إلى الخير يا مسلمون تعالوا لننجح دنيا ودين تعالوا لنعبر بحر الحياة بحب وود ونور